İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季纳热提丝绸之路之声。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklanish shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklanish shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklanish shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkati xos tajdarligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qarar Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasetçi Umutvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qarar Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdarligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat, her ailege söygü tarat. Növbetde meydana çıkıdığan mayır 1608 numurluk mayırını sahneye teklif etsem. Salam dostlar, ben 8-qarar Narat Ipak Yo'li Sadasi qatnaşqan mayır Şükran. Mening bu növbetga qatnashlik asosli maqsadim ustozlarning taklif fikrini ep beqish hamda o'zimni sinab beqish maqsadida qatnashdim. Oy, ko'z ochildi. Uykudan bidar yürüdüm her kiçe ötüp kançeret yar uygan göçe Uykudan bidar yürüdüm her kiçe ötüp kançeret yar uygan göçe Ay bağrını kıldın sir düşe Telmürüp kuyaş tükürüldükçe Ay bağrını kıldım sir düşe Telmürüp kuyaş kütürülgüçe Ecep muzar zar eyletip meni Nimcan keyikte kıynedim munce Nim
can keyikte kıynedim munçe Bilemsen nigari sensiz uru başlandı yine uykusuz gece Bilemsen nigarim sensiz uru başlandı yine uykusuz gece Uyluğan üzemni Uyluğan koca Senin yadımlan yaş döküp kazan Uyluğan üzemni Uyluğan koca Senin yadımlan yaş döküp hazan Yaş döküp hazan Çalımen sazı Çekimen tarih Yar kalbedin Uru olguçe Çalımen sazım Çekimen tarih Yar kalbedin Urul koca Urul koca Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar. Naq meydan ekran oldidagi ko'rilmanlar. Shoqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Oqsuv Uchturpan noyisidan kelgan Shukrondan minglar o'ttiq salom. Turpandırlar, çıkartlıklar vallahi. Beynin koşmak mı bu? Qarshi olamiz inim. Rahmat. Seninki ovozing bilan mushu naqshiningki to'liq voyaga yetkazib aytgan birdan bir bolasan. Shaxsan men qoyil bo'ldim. Bu naqsha oson naqsha emas. Şu oson naqsha emas, şunu deyman. Qiyinlik darajasi bek yuqori, ondan keyin ovozni rasmiy tövni yuqori bir sınaydigan aşında bir naqsha, shunda chiroyli aytding fikr. Rahmat. Ay shu beshig'ini qayda olsam hammasiga hadab qilib yaxshi bir tanlasa. Ya sen tanlaydigan ekanmidan texe biz tanishimiz seni. Bak, sevadi anlama gibi. Biz tanishimiz seni texe. Tanlash to'g'riliqda gap bo'lmaydi-ku aka men. Tanlashish to'g'risida gap bo'ladi. Sen pes küçük oturup da biz birden tanışmalılar. Sen gap qilmay tur. 22. O'yinjon 22 yosh kirib men naqsh e'lon qilishing oson gap emas. Hayzi. Chiroyli qilib qo'ydim. Odatda men shundoq birlarda naqsh klublarda naqsh aytamsan? Shishi hozir.
o'qish bitmedi. Ha. O'qish bitmidi. Ha, Qaysi oldi. maktab? Ko'rdi o'qigan paying shu endi. Muzik jingiyo beoyan o'qigan. İyi yapıyor yendimi? Bundan başqa bir müzik chap qo'yamsan yoki? Gitar chap qo'ymayman. Gitar. Yaxshi. Feyze, Mening gruppamda Nayti Chungliang Jibalama deb turasan. Mening gruppamda Jungliang Jiballar va sen Amal va boshqa gruppani tanla deyotdi. Yo'q, unda demedim. Lekin mening gruppamda sinodek mushtaq milliy uslubda naqsh etadigan bolalar asosan yo'q. Agar mening gruppam kelsang, mening gruppamda ayrim bir gul bo'lib tursa. Lekin biz oldingi sandimi, mush ko'pchilik ko'rgan har bir mahirlarimninki o'zininki mahorat dairasi, xarakter, allaylik mijoz xulqi qarab naqshi bo'lib bergandim. Shunga o'xshash hammamiz o'pchoy etadigan naqshlardimi, mush milliy uslubda naqsh etgan Arafatga maxsus do'lanning qismlaridan uninki aytadigan yerlarini maxsus milliy qilib o'rlashtirib qilib bergandim. Demakchi o'g'lim, mening gruppamda hech qachon boshdan oxiri moda uslub yoki qandaqdir bir uslub emas. Har qandaq bir uslub bo'lish ehtimoli bor, ham bo'lishi kerak. Lekin texmo muzika akkordlashtirish jihatda texmo yangiliklarni qo'lni paqimiz zamonga mos qadamda mengish uchun eng yaxshisi mening gruppamga kir. Ey zakam sen hoş geldin parçalımız. Senin nakşandın hemimiz huzurlandık. Sen kımbağaçını kılımı demey en yaxşısı bizden hoşda diyxandek nakş ettirgan gruplarçı. Hadi sen nakşanın diyxanlı bek yaktırıp anlaydı. Her kanda adam addi turmuş kişilerinin hemisi yaktırıp anlaydı. Şunmuş addi bizdeki grupumuzga çeysen. Üzən men hep şunda çıraylık yaxşı işler bağaldığımızda. Kerek bana mesleğetçime olsan yalvarıp duraldığı iş yok. Bize grupta yazan grup etmez. Könglan tası kelsen oldu bulmasa hoş. Da qo'polg'i. Hamma gruppada asosiyatdan zamonga mos ketib bordi. Hech kim zamondan qolmadi hozircha. Sen nima o'zing kelib olasiz u gapni? Shunlashqa Davotmanga bu gruppada zamonga mos mangdigan ish yo'q. Hamma gruppada zamonga mos ketib boramiz. Zamonga mos mangamiz. Men gap qilganlar bölmsem gap yo'q ekan bizga. Unda boshqa guruhlarda birda ustoz bor. Bizning guruhda ikkita ustoz bor. Mayli uslub deymiz, finga deymiz, midi deymiz yoki akkordlashtirish har qanday xizmat jihatda yaxshi mo'l bo'lgan bir kuchlik bir qo'shin bor. Cho'qim bizning guruhga kirishingni chin ko'nglimda umid qilman. Uningdan birga hamma yerim 3 turpanliq. Voy. Üstüm maralveşten, ayılım 3 turpandan. Şu an 3 turpanı jıq barma. Şu anlaşqa uyak beriş bağmaslıqның gep emas. Jutning gapini qilishmayli. Yo'q, mushu jutning gapini qilib turib ekanmisan bu. Şuna inem Moşlarni gepib tukadi men bir gaplar. Ha? Kirishingni chin ko'nglimda umid qilman. Men hozir qadar odam talashmabdi ekan, men o'ylab baqsam, men buni talashmadinglar jim o'tiraman. Talashmasa Meniki kelsan, sen o'ylaganning hammasi bor. Qag'ini gapni demayman, qag'ini o'zing tanlab. O'zingmi talash kerak bo'la qara. Men endi o'rnimda qo'pima. Bu yerda nemishqa desam, kuchli qo'shindan gap chiqib qoldi emasmi? Bizning kaynimizdagi qo'shin ojiz qo'shin emas. Bizdagi manda qo'shin bor deb baxmagan mana hozir qo'pab endi men qo'shindan gap chiqyapti. Bizning kaynimizda xeli kuchli qo'shin bor. Har qaysi jihatlardancho. Masalan bizning kaynimizda Dilshod Anvar Ava Muslim deymiz. Bizningki ataqliq kompozitor Ablaq Ava Muslim akamizniki, tag'imizniki navrisi. Dilshod Konni bilsango? Ha. Shu Dilshod Kon boshchiligida bir turkum qo'shinlar bor. Andan keyin kaynimizda bizni yo'laydigan bizningki ko'nglimiz xalagan uslubda yoki naqshlarni aytamdiq, kechiliklarni o'tkazamdiq. Nima ish qilsak, ko'nglimiz xalagancha qiladigan kaynimizda bir korxona bor, kuchli qo'shinimiz bor. Sen esaslik tunishlarning hammasini chaqasak bo'ladi ekan-ku. Ha, bo'ladi. Sayrka, sizlar keyin oldima shunda suyimlik yaxshi odamlar bor ekan, mening yenimda bor odam deb berayman. Ha. Masek. Hamda tanlashni badiqmish elimiz. Sen bizning guruhga kelgandan keyin shu ustozimizniki orzusi bo'yicha
rivoyat guruhimizningki. Sen mening shogirdim bo'lmaysanmi? Men oldingi qarardim deb keliglik, hozirgi bolalarga deylik. Sizlar mening shogirdim bo'lmaysizlar, mening guruhim kirib qolsanglar. Sizlar o'xshashlar ustozimiz Mahmud Sulaymon apandininki shogirdi bo'lib mangsizlar, shu nomda mangsizlar. Agarda sen xohlasang bizning guruhga kirsang, men mushu oldimizda o'tirgan naq maydondagi ko'rarmanlar va ekran oldidagi barliq ko'rarmanlarning oldida men seninki o'zingninki sen xohlasang agarda 3 turpanda desang 3 turpanda, Urumchida desang Urumchida, nada bo'lsa sening o'zingning shaxsiy naqshkechiligingni qilib berishga men kapolatlik qilaman. Tak tanışıyordun-ku. Oy. Üzağın naqshkechilik qilmay bu balnikini qilib yotding. Ya, to'xtatdi. Men naqshkechilik qilma deb tayyorlik qilayotgan oldikayni 1 yil bo'ldi. Naqshkechilik degan oson bitmaydi. Shunglashqa men o'zimnikini qilmaslik rozimanki, men mushunikini qilib berma. Men yordamlashimay. Eng muhimi, men buning ovozining nereden nega chiqganligini, buning istiqbolining nereden nega chiqganligini men tunib yetdim. Ama senin ve başka mayırlarının köngülde bitken çokum bir o'qituvchisi, bir muallim ustozi bo'ladi. Kimning guruhiga kelsan sen, o'zingning tirishchanligi bo'lmasa, amal yo'q. Sen o'zing tirishmasang bo'lmaydi, durust. Keyin hech kim bizning deb o'ylanmaydi. O'zing o'ylagan Umarjon daramning gapini anglab yetib, o'zingni o'ylaganini tanlab chiqib ketadi. Ishimni qirtmaydi. Mana qilayli. Bu yigitni qaydirib etmayli. Hammamiz yaxshi bir fikrlarni berdik. Ondan sonra akan keçilik qilib bermedi dedi. Ya, bu keçilik qilib bermeydi, şu gündüzlik qilib beryapti. Biz keçilikni qilganni bildim. Onda bo'lgandiki, mush tanlash seningda, yigit. O'zing qaqila. Yerim yurtdoshim. Endi hammanglar yaxshi ustozlar, men yaxshi ko'rmayman shaxsan. Endi shu, endi mening oxirgi tanlashim bo'lsa, Narat Ya adaş qanday var, yaxshimi? Nega mağamız adaşmı şu Naratның subsidiyalardan elib ögümaqdım va. Ya men şu mana ayolim ma bildirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar ma subsidiyani yaxshi ko'rdi. Shunishlarni elib mangdim adashmayman. Adaş, onu so'manglar şu bizning cho'nglarni ko'nib oldi da hozir. Yaxshi ishlab demasman. Deganda qopaplam tutishimiz deb uyg'otdi odamni. Payza. Bo'ldi adashman. Narat rivoyat ko'ribsiz. İpek yolun sadası, suyunun yok şidrası, kuş kalmazla seynası. Növbetli meydanga chiqdig'ini 875 numurluq mayirni sahnaga taklif etsam. Salam aziz do'stlar, men 8-qarar Narat İpek Yol Sadası'nın mayiri Abdurrahim Abdurrahim. Tağ taşlarning chiroyi Lale gül ahu bilan Xasta ko'nglimning quvonchi Ul kamon abru bilan Naylayin dardimga parvo Qilmading kulgi bilan Oyning 15'i qarangu 15'i yog'du bilan Umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan Derdi hicran ezdi bağrım Neyleyin çamu sabah
Şul içken suygan sevişken qismati jabru jafo qanchalar yozsam yurak qon ila arz bo'lmas adam zahmati ishqdar terursa zahmati shirdur davo chunki ohuning shifosi deydilar ohu bilan Bağladım mihrim ipini Köğlüme yot dep oylamay Aşkara işq derdim Siz uyatip oylamang Gayretini yorsiz asla Bihayat deb oylamang Yardimin canım deb aytsam İltifat deb oylamang U yaşar mensiz ve lekin Men tirik men u bilan Oyning 15i qarangu 15i yağdu bilan Ömreni aşık hamisha Ötkezer arzu bilan Ötkezer arzu bilan Ötkezer arzu bilan Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Cheklik Mas'uliyet şirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Özünüzü bir tanıştırayım. Men Abdurshid ismim, Abdurshid Abdurim Urumchidan. O'zim doktorxonada ishlayman. Wow. Qatnash qildim Baqochal. Mana shu bosqich kelganim mening cho'ng g'alabam deb o'ylayman. Rahmat. Abdurshid qarshi olamiz. Sizningki shu doktor bo'lganligingizga qaramay shunday go'zal bir naqshiga o'zingiz jang e'lon qilib mishaganingizniki o'zi bir cho'ng g'alaba. Mushu sahnaga chiqolmay qaytib ketgan bolalar intayin ko'p. To'g'ri. Mushu sahnaga chiqish salohiyatiga erishgan bolalar az deyarlik. Mushu sahnaninki o'ziga chiqqaningizmi siz uchun cho'ng bir g'alaba. Rahmat, rahmat. Shaxsan men o'zimni bak yoqtirib anglaydigan, yoqtirib etadigan naqshamti bu. Bu yerda bir qancha masalalar ko'rilib qoldi araliqlarda. Balkim siz o'zingizmi his qilgan bo'lishingiz mumkin. Azroq bir yeri qolgan o'ja, bizning besivitishimizga azroqli bir yeri qolgan. Shu sabab bilan biz o'rilmay qolib qoldik. Shunlashqa bizningki o'rilanmaganimiz sizga zarba bo'lsa bo'lmaydi. Chunki siz mushu kasbni doktor turib, mushu kasbga qiziqib, sizlarningki doktor kasbida yana bizningki oliy doktor deydigan bir naqshchi bor. Naqshchimi, doktormi deyman? Doktor naqshchi. Shunlashqa siz mana oliy doktordek bir doktor naqshchi bo'libsiz. Shunlashqa
bizningki bugun o'rlanmaganligimizni to'g'ri tushunishingizny so'raymiz. Ya rahmat, to'g'ri tushunma. Rahmat sizlarga. Hamda mishagicha kaginimga o'zim qo'shal. Men davomli naqsh aytma, yana birisi bugun tunugun akşam tatib ovoz bitib qoldi-ku, muzikam bilibla. Bu zukam bo'lib qolish normal ahvol. Naqshini yaxshi aytdingiz deymiz. Azroq jiddiylashyapsizdi-ku. Bu jiddiylashyapda siz doktor turib kayfiyatingizni kontrol qilolmaganligi boshqa bolalarda aniq bor bu. Ben musobaqa bor, men 3-kunga masakning chiqaman degan bir kalla kirib oldi aniq u. To'g'ri. Şu an sizde azroq bir ovozdan tegi yaxshi. Shu jiddiylikni hisob qilmaganda ovozingizda gap yo'q. Onun üstüge sizler doktorxonada bu naqshini tanlaganingizmi yaxshi bo'pti naqsh kasbini. Doktorxonada sizler vayavajanning arzida ishlaysizlar. Kayfiyatni yaxshilaydigan jiq foydasi bor bu naqshning-chu. Mush sakinning o'ziga chiqarligingiz bizning ko'nglimizda siz birinchi bo'ldi gap yo'q. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, rahmat. Yolda dostlarım kaldı, İpek yolda seviniş kaldı. Hali emez ayıptın her kim, öz ömrünü bilemez hiç kim. Hali emez ayıptın her kim, öz ömrünü bilemez hiç kim. Süyüp hem de söyülüp yaşar. Bugün barlar et yok belki. Süyüp hem de söyülüp yaşar. Bugün barlar et yok belki. Dünya yeter talaşmasak mı? Gündü tetür karaşmasak mı? Gündü tetür karaşmasak mı? Tuyuksuzla giderken sak mı? Bugün barlar et yok belki. Tuyuksuzla giderken saklı. Bugün barlar et yok belki. Rencitkenni bugün küldürün, könglünüzni bugün bildirin. Rencitkenni bugün küldürün, könglünüzni bugün bildirin. Söygenlerini bugün söydürün. Bugün barlar et yok belki. Söygenlerini bugün söydürün. Bugün barlar et yok belki. Söygenlerini bugün söydürün. Bugün barlar
barlar eti yok belki. Bugün barlar eti yok belki. Rahmat Abletga, chiroyli naqshlarni bizga kelganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Mushu Ablet Talba degan ism bizning quloqimizga kirgan vaqtda bir yaxshi naqshchi, yana bir yaxshi korxonchi, shunaqla bir yaxshi muallim esimiz keldi. Rahmat. Birinchidan 8-qaror Narat YPK'li Sadas programmamiz qo'llab, shunaqla mayirlarga madad berib kelganingiz ko'pdan ko'p rahmat aka. Rahmat. Unda qos programmamiz to'g'riliq hamda mush o'ttaga mayirlar to'g'riliq bir madad ko'ngil so'zlaringizni anglab chiqqan bo'lsa. Oldu. Aldı bilen muşu Narat Yipek yolu 8. qara muşunu ötküzüşke şarait yaratkan Ustaz Muhtar Buğrağa alayda rahmet etmem. Rahmet aka. Ondan keyin dostum Narat'ның kurgucusu Bilemcan'a muşu ketimki Yipek yolunu ayağınıga bundan keyin davamlıq elisiga davamlıq yine küç çıkırışıga bir ümit kılma Bilemcan dostum sizge rahmet. Onunla başka Müşahede ottağan alt ustaz. Biz esasen tanışımız. Sizler bek çarşıdanla mayırlarını tallayımız. Muşu senet için töküp koşkan Ömer Jakam ve başka ustazlar. Şuna muşlağa bir piyal çay birey dep üzem yaxşı kırdıgan naqşını eslerinin aldığınlık ep geldim. Rahmet. Sizga rahmat. Abletka xush kelibsiz aka. Rahmet dilim. Abletkam bilan biz uzun yillik aka g'inlardan bo'lib o'tyapmiz. Yaxshi akamiz ham yaxshi korxonchi. Hamda mushu o'zi korxonchilik qilish bilan birga san'at kasbini o'zi endi mablag' chiqarib tahi yaqinda bir kechilik qildi. Bu kechiligimiz mush xo'jalar ishkaylanlik nurg'un hamkorligimiz va Abletkam bilan. To'g'ri. Hamda nurg'un naqshchilarda masalan şu san'at uchun xuddi Abletkamga o'xshash o'zini qurbonlik beradigan, o'ziga mablag' soladigan bir kuch qudratning bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Shuning bilan birga Abletkamning buningdan keyin kishilarning texmi yaxshi bo'lishini, katta bo'lishini chin ko'nglimda umid qilmoqman. Rahmat Absami ustoz. Talbaga qarşılaymiz. Seni artıq tərifləşimizdən acı yox. Senin ətrafındakı, seni tanıydıgan, sen tanıydıgan adamların həmmisi yaxşı dəb buludu. Çünki sen yaxşı. Ənin kendin aba hapsemi degəndək, sənət kəkəgəndək tırışçallıq, sənət ki boğan ızdanışçallıq, xəli men degen medisik uruvatqan naqşçıladım yox. Bunun köz yumşaq bulmaydı. Sendeki iradəyə qol qoyumuz, sendeki tırışçallıqqa biz qayel cinmaka. Bugün bu səndə görəb acayip hoş olduq. Şu münasibətdə senin sənət hayatın, cümüldən Talba məktəbidəki xizmətlərin, oquvchilarının işləri, müəllimlərin həmmisinin işləri oңuşluq bolsun. Yəni davamlıq Yipekli Sadas programmasına kep turuşunu chin yuragimizda umid qilamiz. Rahmet dilim. Rahmet. Rahmat. Sizning bu nekinki basqan har bir qadamlaringizdan gullavinib ketsin aka. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmet sizga. Növbət səhnəyə çıxıdığan mayırımız bolsa 1282. Salam köpçülük, mən 8. qarar Narat Yipek yolu sadasınınki mayırı Elçir Erkin bölümü. Məqsəd özümdə bir sınab beqiş, həm də ustazlarının yaxşı bağlarını bir anlap beqiş. Gelsen eğer bugün kel yarım, tar gelsen bu çırayım yok. Gelsen eğer bugün kel yarım, tan gelsen bu çırayım yok. Ömür kança
uzun bulsunmu Yaşlık degen bizde daim yok Ömür kança uzun bulsunmu Ya uyan, ya uyan. Yaşlık degen bizde daim yok Arasıda yigit kızlarni Bugün kelgin edeceğim yok Bugün kelgin edeceğim yok Tenhalıkka künmeyme emdi Ötkülle yandı yarım yok Men taqatsiz tuğlubdimen Küp taqatga itibarım yok Küp taqatga itibarım yok Dunyoga seni de keldi Sen bulmasan etibarım yok Dunyoga seni de keldim Sen bulmasan etibarım yok Tangla kürüp tanar sen mu dep Şundun özge men divayim yok Şundun özge men divayim yok Tenhalıkka akülmeymen endi Ötkülle yandı yarım yok Tenhalıkka künmeymen emdi Ötkülle yandı yarım yok Ötkülle yandı yarım yok Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat sütçülük cheklik mas'uliyat şirkati Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar, men G'o'ljidan kelgan Alisher Erkin bo'laman. Uzun bo'pti-ku men naqshini qag'ilmag'layman. Men kichik vaqtimda Bu naqshini bu elimiz o'zlashtiribdi. Ha, o'zlashtiribdi. Asli 8da 7. Aka siz mi aytqango deyman? Hammamiz aytgan buni. Kelsen eğer bugünkü yarım deb manda tepidi. Hozir men elim buni o'ziga xos qilib bunda ayrim qilibdi. Peyzi o'zgartibdi buni. Rahmat. Shunda yaxshi aytding gap. Abayniyaz biz asasen bizni to'pchang o'sib ketdi to'g'an. O'yrilib bulanmay. Endi biz Amra gruppasidan birinchi ulab o'yrildik sizlarga.
Birdem sizlarga, birdem sizga. Emrah grupsining öğrenmek tersime mesela dikkat qil. Şu anda Emrah grubimiz seni qarshi oldi. Amadan qarsam, zukam bo'lib qolsa, menda qarsam. Zukamdek bir ayvallah ba. Bu Alisher gibi öğrettim ana şkolcuda tanışımız bu dostumuz bilen nakşını mı amdan etdi özümü. Avazı maşında biz ne lakabı ağinimiz var mı? Suydundaki ilhamını mı avazı maş aşında karmak kılıkı pütüktek doğunu bilen lekin bek çıkıdı iken bulunan avazı. Kanda çıka. Yok karısı. Pütüktek dep maş doğruluk bir iş esimke kalı bir günü. Hisamkam, bir gün hisamkam. Yıldı şehirde bir restoranda işleyim emas ben. Juçansın ben. Şununla uydan maşınga düşüp bir çoğarak akımızga taksi aydaydigan. Aka kapınmaya şu restoranga çaqarak apırıp etken bolsanız, man nurgun adam qarap kıyıp kaldı, keçikip kalsam bolmaydı o. Desem, afkam halkım restoran sen sayqor amtın da sıfırdan. Fakat nakşi demet mi? Ben saykindayken nakşitimi etsem, ya sen bu avazın nakşitamaysa. Aslında ovozi putukdek gap qilgan ovozi. Pütük avaz moңлық oludu dep. Maşa avazı yavgun itip kaskanda kula değmedi maşa. Ay ediydi. Yavgun nakşi degen çıkır deydi değil mi? Sinap baxmagan yer balikim ishonchim bor Yenip ketdi ayta. Bir yavgun nakşi deydi misin? Shunday meniki kirib aytgan bo'ldi. Ya. Tanışamızlar bizlarga. Birdem talışıqlamdı benim o. Qaydısı qilib qo'yle. Ha deyman. Nimishqa desam bu mu aqlli qolgandiki birinchilab o'rilgan odamga azroq muhabbet bog'laydi-da mencha. Shunday emasmi? Lekin bizniki kirsang, rost pushaymon qilmaysan. Hamda mayaqda hamda Abdusami og'aynam o'zi hem naqshi etishdan sirat muzika akkordlashtirish deymiz, muzik nazariya darslarini yetarlik bizga o'tab beralaydi. Hamda mening ancha-muncha mana o'zlashtirdiganga ancha-muncha mana ovozlar, putuk ovozlar qanday naqshda tushidi. Ma'noldimi payz bo'lgan bir narsani ib chiqishga meningmi sana yordamim ko'p tegdi deb o'ylayman-ku. Shunday qilib qilib qolgan chaqda biznikiga kelsa, taraf-tarafdan sana ajiq yordamini qilib, yaxshi o'ynab ketamiz deb o'ylayman hamda men. Endi qayerga o'zing qara. Bosh ustozlarning asosan fikr chiqmaydi buningga. Putuk ovoz to'g'ri kelib qolsak, meningga tug'ma putuk. Men anglamoq qilmashda putuk anglamda shunday emasmi? Yo'q. Yo'q, rost putuk mening. Seninki nazaraq yo'ruq ekan. Mening putuk deb qo'ydi. Mushu munosabat bilan mushu cho'ng sakni munosabati bilan men birinchidan meni mushu sakniga avatkicha javob atgan shu ota-onamga birinchidan rahmat aytaman. Ikkinchidan faqat ikki talla og'aynam bor. Shu og'aylarimga rahmat aytaman. Jalallab semedi o'zi. Mening eng oxirgi talishim Narat Narat. Her ailege söygü tarat. Acayip kimdi bu? Bu adaş fakat vaqt göz qarşıma keçmedi. Adaş onu bir demigen köydüğüm ben sütüne. Narat'ın sabsutları. Bunu amma yo'qlaymiz deb izlab qo'ydimki bozorlarda shunda o't qattiq topamadim. Bunu soğuk salamlar bek muvaffaq dedi. Ben bunu da bir nep qo'ysam bo'lib ketadi. Sen buni ilib olding adaş? Men buni ilib olgan bir tane. Jiramda? Men adaş. Narat Emrah Gürpüsi. Hey, mübarek. Navbatda sahnaga chiqadigan Mayir 2097-numurliq Mayir. Salam ekraldı görünmən dostlar. Mən 8-ci qara Narat İpək yolunun mahiri Adila Əsən buluman. Bu qıtımqı səhnəyə çıxışdakı məqsədim bolsa, özümdəki artıqçılığım və kəmçiliklərimni ustazlarının təklif fikirləri arqılıq bayqaş. Axırda həmin mayırlara utuqlar bolsun.
Süleyman百灵鸟在花丛中，歌声多委婉。我唱着忧郁的歌，把你思念，心随着歌声飞到了你身边。清晨醒来，把你思念，心随着歌声飞到了你身边。清晨醒来，把你思念。清晨醒来，把你思念。清晨醒来，把你思念。Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam bağlıqçı ustozlar, men Turpan Pichandan kelgan Mahir Adila Hasan bo'laman. Naqshini shunda chiroyli o'rindab berdingiz. Endi men Meyshin Chanxaga nisbatan meningki tunishim qanday desam, endi ikki xil bo'ldi ekan. Bağan seri taraqqiy qilib bu Meyshin Chanxaning tarixidimi? Mahoratga yo'linib olmasdan, qilgan mahoratga bak yo'linib olmasdan, shu mahoratni ching tutib turgan ahvolda yana o'zining tabiiy ovozini, tabiiy hissiyoti bilan jug'urib, buning kichining quliqiga intayin yiqishliq, texmo tabiatga taraladigan shundoq bir rohat bir ovozni chiqarish amaliyotda go'zal ovozniki eng yuqori pallasi ekan. Shu mendan aytgan vaqtida, shu o'lcham bilan aytgan vaqtida sizning naqshingizni anglashni men bakrak yaxshi ko'raman. Rahmat. Mushundaq ovozni yaxshi. Uning ustiga ikki xil tilda universal qilib chiroyli aytib berdingiz. Lekin sizning yana bir puruqingiz Ner tangday deb tushgan yeringizni men sizning mush kasbda biza o'qiganligingizni biza his qildim. Siz mush kasbda o'qiganmi? San'at maktabida o'qidim. Shu mayli akkord inimiz shundaq chiroyli yaxshi saviya bilan o'rindab berdi. Sizga rahmat. Shuning uchun men o'rildim. Mening guruhimda bir qiz naqshchi bor, ammo u Liushing uslubda naqsh etadi, lekin mening bilishimcha xalq naqshlarini aytadi. Endi sizning ovozingiz hech qachonda ma'lum bir tip qilam tava deb bundaq bir yerga solab qo'ydigan narsa emas sizning ovozingiz. Sizning ovozingizni har qanday naqshininki har qanday yerga ishlatkili bo'ladigan ovoz. Agar sizning ovozingizniki o'xshamagan bir mavqeda, o'xshamagan bir hissiyat bilan ifodalanishini sinab baqay desangiz, mening guruhimga kirishingizni tashabbus qilaman. Rahmat ustoz. Bu Mahirimizningki ovozi bana bek bir xil yumshoq anglandi. Bo'lapmi shu Kayto qilgan vaqtda, naq boshlagan vaqtda nayt yumshoq angladi. Keyinli qilsan degandek, adam degandek, Meyshin bo'kdami deb o'ylagandim, lekin unda bo'ketmay. Ham bekim past tushib ketmay, ham bek sut ichib ketmay o'tirliqda ma'lum. Güzel yerini tanladi, eng yaxshi yerini tanladi. Amaliyotda shu mana Mahirning mahirligi mushada, naqshchininki mahirligi mushada. O'zining eng go'zal ovozini tepib chiqib, uni ham cho'ngaytib bizga ko'z tush.
To'g'ri, balkim ba'zi bir aylarimiz ashak kelgan chog'da balkim ya meshing changfag'da yo'lab ketadi. va yoki ko'ngil qilolmay boshqa xil ovoz tuslarda etib qo'yishimi mumkin tucho. Ham shu mayatga oxirdaroq burildim, to'liq anglabatgidek deb hisoblamda. Lekin ovozingizda shu yumshoqlik bor ekan, his qildim. Onkin naqshniki ba'zi yerlardagi puroqlarni agitmalarni xili ondan to'liq tushirib turib aytdingiz-chu, shuning bilan ba'zi bir bizning uslubdagi naqshlar bo'lsin yoki boshqa xil uslubdagi naqshlar bo'lsin, sizga bersak yaxshi o'rindab ketalaydi deb o'ylab, bizning hamroh guruhimiz sizga o'rildik. Kelsangiz qarshi olamiz. Rahmat. Yaxshi gap. Ha, muzika jampanni murosbek chiroyli. Chiroyli chaldi-ya. Qo'ydingiz lekin. Jampanchi do'stimizmi, turpanliqmi? Turpandana. Turpan pichon. Men pichon olgan chapamga ketdim ajab. Bek o'r turib ketdim birdan dema og'inamda. Chapa chekdim. Esel lekin nayt chiroyli chapladingiz. Avval naqshingizga rahmat. Anadagi musikat enimma shunda peyzi masaj chipadi sizga. Mening his qilganim avval naqshingiz boshlangan birinchi kupletda men shunda bir issiq bir xil mehr muhabbatga to'lgan bir muhabbatlik bir ovozni angladim. Rahmat. Shuning bilan o'rilmasak bo'lmaydi deblam keyiniga ergishib keldim Adilaniki. Ma'lum qarab etsanchi degine. Son qarashni unutib qolibdim. Shunlashqa mening guruhimda bir singil chaqpa guruhimga kelishingizni qarshi olamiz. Qag'inda bizning guruhga kirib qolsangiz ketib qolgash deyish olmiz. Rahmat ustoz. Rahmat. Yurak so'zimni qilasan. Oldi bilan meni izchil qo'llayotgan yo'ldoshimga rahmat aytma. Voy. Isel. Mening eng oxirgi tanishim Narat. Narat. Her ailege söygü tarat. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Narat sütçülük cheklik mas'uliyat shirkati Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Narat Emra Gruppasi. İpek yolu sadası, sürgünün yok şidrası, kuş kalmazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünün Salam qadrli ko'rurmanlar, salam ustozlar. Narat Hamrah guruhining mahir soni to'shqanlik sababidan vaqtincha mahir tanlayolmaydi. Boshqa ustozlar guruhining mahir soni to'shqandan keyin birlikda pekingni boshlaymiz. Musobaqamiz davomlashsin. Narat Emrah grupsining mahirlari to'shdi. Tanlagan mahirlar Fatugul Abduqadir, Abdunazar, Munira Turg'un, Alqut Rahmatjon, Quddus Turg'an, Subat Mahmud, Osman Niyaz Tursun Niyaz, Muradil Ahmed, Oğluq Qurban, Ulamcan Alem, Elşir Erkin, Adile Esen,
Süygünün yok çiğrası Kuş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çiğrası Kuş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çiğrası Avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çiğrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Qadim ipek yolida jaranglaydi qo'ng'uroq ketarkan danaga kuy naqshimiz